Angliya parlament a'zosi Uyg'ur qirg'inchiligiga diqqat berishni talab qildi. 20 fevral Angliyadagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish gruppasining ijroiya direktori Rayma Mahmud xonim bilan Angliya parlament a'zosi Blair McDougallning videosi tarqalgan. Uningda parlament a'zosi Blair McDougall mundaq degan: The Uyghur genocide is a crisis that demands our attention. I urge each of you, MPs across the political divide, to show your support for the Uyghurs. Men har bir parlament a'zosiga shunday xitob qilamanki, qo'llashingizni ko'rsating. Rayma va boshqa Uyg'ur musulmonlari bilan bir safda turing. Bu bizning bir rahbar, ittifoqdosh va kishilik huquqni tashabbus qilguvchi sifatida kuchimizni birlashtiradigan paytdir. Uyg'ur qirg'inchiligi bizning diqqatimizni va harakatimizni talab qiladigan krizisdir. Parlament a'zosi Blair McDougall so'zida yana Rayma va Uyg'urlar bilan bir safda turish orqali biz Angliyaning irqiy qirg'inchilikqa hargiz sal qarmaydiganligi, erkinlikning adolat prinsipi asosida qurilganligiga ishonadiganligi va azob uqubat chekayotganlarning huquqi uchun kurash qiladiganligi haqida kuchli signal avatalaymiz degan. U yana Angliya parlamentidagi har bir a'zoni siyosiy ko'z qarashi nim bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur masalasiga bo'lgan qo'llashini ifodalashga, tarixning to'g'ri sahifalaridan o'rin olib, Uyg'urlarga ularning yolg'iz emasligini ko'rsatishga va Uyg'urlarga adolat elib kelishga chaqirgan. Angliya parlament a'zosi Blair McDougall Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan shaxslarning biri bo'lib, u Angliya hukumatini Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni tonishga chaqirib, ko'p qitim so'z qilgan edi.